13 dekabr Erkin Asiya Radiosi xabarida Amerika hukumati Shimol Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo davlatlarni va Sharqdagi ittifoqdoshlarini Xitoyning josuslik faoliyatlariga qarshi ogohlantirib kelayotgan bo'lib, uning O'rta Sharqdagi muhim ittifoqdosh hisoblanadigan Turkiyada Xitoy ta'sirining konsiri eshib berishi Amerika hukumatining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Kuzatuvchilar iqtisodiy va siyosiy jihatdan konsiri Xitoyga yiqilishayotgan Turkiyaning telegraf, texnika va ul muassasa qurilishida Xitoyga beqinib qilishi Turkiya bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi ziddiyatni texim ulg'aytib etdi deb qaramoqda. Amerika Xitoy telegraf shirkatlarining josuslik qilmishi sababli konsiri ish berayotgan uchur bexatarlik tahdidiga qarshi ittifoqdoshlarini darhol tadbir olishga chaqirmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda Washington kuzatuvchisi jurnalining ziyoratini qabul qilganda Turkiyaning Huawei qatorliq telegraf shirkatlari bilan bo'lgan munosabati haqida to'xtalib, Xitoy Kommunist partiyasining ta'minotini qabul qilishning cho'qim badili bo'ladi. Oqibatda bu davlatlardagi kishilarning ahvoli yomonlashadi. Bu faqat Sharqiy Janubiy Osiyo yoki Turkiya uchun emas, Amerika uchun o'xshash degan. Erkin Asiya Radiosining ziyoratini qabul qilgan Koç Universiteti xalqaro siyosat bilimlari doktoranti Yaqub Muhammad bu vaqtda to'xtalib, Turkiya Amerikaning rayondagi eng chong ittifoqdoshi bo'lish sifati bilan Xitoy bilan yaqinlashgan sari Amerikaning ogohlantirish berishi tabiiy ahvol. Turkiya nuqtasidan aytganda iqtisodiy amaliyotchanlik va geostrategiya nuqtasidan ikkilanish mavjud. Xitoy hamkorligining faqat iqtisod va savdo jihatdan emas, bexatarlik va ideologiyalik ekanligi aniq. Turkiya Xitoy bilan birsa bo'lib, o'zining eng yaqin, kuchli va uzun yillik ittifoqdoshi Amerika boshliq G'arb davlatlariga qarshi turishini atayin. Lekin o'xshash vaqtda iqtisodiy krizis harpisida Xitoydan keladigan mablag' turlariga ehtiyoji bor. Bu nuqtalarni chiqish qilganda barg'ansari demokratik qimmat qarshidan yiroqlashayotgan va G'arbning liberal iqtisodiy siyosat siziqidan chiqib ketib qolgan Turkiya hukumatiga nisbatan Amerikaning Turkiyani ogohlantirishi o'rinsiz emas. Turkiyaning barg'ansari Xitoy shirkatlariga beqindi bo'lib qolishi Xitoyning rayondagi kuchini kun sayin oshirib, Amerikaning manfaatiga ko'rinarli ziyon olib kelishi mumkin. Uning sirtida Shimol Atlantik Ahdi Tashkilotining a'zosi bo'lgan, uzun yillardan beri Yevropa ittifoqiga kirish orzusi bo'lgan bir davlatning xalqaro sahnada hokim mutlaq qimmat qarashlarini targ'ib qilayotgan bir diktator davlat bilan hamkorlik o'rnatishi va beqinib qilishi Turkiya hukumati uchun ham xalqaro sahnada ham davlat ichida besim olib keladi ham kelyotidi. Turkiyaning iqtisodiy manfaat va xalqaro ikki cho'ng qutb orasidagi ikilanishi Amerika va Xitoy orasidagi hukmronlik talish jangining bir misoli bo'la oladi degan. Mike Pompeo Turkiyaning Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan beqindiligining ittifoqdoshlar o'rtasidagi harbiy munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini ta'kidlab, Xitoy shirkatlari uchurlarni davlatga beradi. Biz Amerikaning manfaatini qo'g'dishimiz kerak. Bu masala Turkiya bilan Amerika o'rtasidagi harbiy munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan. Cumhuriyetchi senator Johnson 23-sentabr Washington kuzatuvchisi jurnalida so'z qilganda, Amerikalik strategiyachilarning Amerika askarlarining Adanadagi injenerlik harbiy bazasidan chekinib chiqish ehtimoliga tayyorlik ko'rayotganligini bildirgan bo'lib, senator Turkiya davlat raisi Erdo'g'an haqida to'xtalib, "Mangan yo'li to'g'ri emas. Turkiyadagi mavjudligimiz tahdid ostida. Xitoy davlatining tashqi siyosatiga tayangan mablag' solish fursati va imkoniyati davlat tarafidan qattiq boshqarilgan shaxsiy shirkatlarga berilmoqda. Masalan, Huawei shirkati bilan telegraf sohasida hamkorlik o'rnatish o'xshash bir vaqtda Xitoy davlati bilan hamkorlik o'rnatishdan darak berdi degan. Turkiyaning telegraf va texnik jihatdan Xitoyga bo'lgan ehtiyojining kunsiri eshishi va orqama-orqa imzolangan telegraf kelishimnomalari kunsiri diqqat qo'zg'amoqda. Turkiyadagi eng chong telegraf shirkati Turkcell fevral oyida Yanfon yumshoq detallar muassasasini ishlatish uchun Huawei bilan kelishim imzolagan. Turkcell yumshoq detal do'koni orqali saqlag'ich xizmati bilan ta'minlaydigan Huawei Yanfon xizmatlari sistemasini ishlatgan tunji chet ellik telegraf shirkati bo'lib, axborotchilarning kutib olish yig'inida so'z qilgan Turkcellning direktori Murat Erkan bu yil aprel oyidan 2021-yilning oxirigacha mazkur sistemani ishlatgan bo'ladigan 1 million qo'l telefon setishni nishon qilganligini aytgan. Hozir Turkiyaning telegraf punkti uskunasining 75%, yadroliq tor sistemasining 50% Huawei shirkatining mahsuloti bo'lib, qo'l telefon shirkatlarining bozor payiga munosabatli statistikalarga qaraganda, Turkiyada Huawei va Xiaomi'ning bozor payi nisbati kunsiri eshayotgan bo'lib, may oyida Huawei 13,61%, Xiaomi bo'lsa 6,81% ulushni egallagan ekan. Turkiyaning Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan munosabatining kunsiri yaqinlashishi Amerika va Shimol Atlantik Ahdi Tashkilotidagi ittifoqdoshlarini uchur bexatarligi va harbiy hamkorlikdan andishlantirayotganligi ma'lum bo'lmoqda.